Judayam mazali va yumshoqqina chiqadigan mega yablочный pirog tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib 4-5 stakan unni elab olamiz va xona haroratida eritilgan margarinni un bilan birga kroshka holatiga keltiramiz. Keyin esa boshqa idishga 3 ta tuxumni chaqib olamiz va 1 choy qoshiq vanilin qo'shamiz. Ketidan 1,5 stakan shakar qo'shamiz. Однородная massa bo'lgungacha yaxshilab aralashtirib olamiz va kroshkaga tuxumli massamizni qo'shib olamiz. 1 stakan qatiqqa 1 choy qoshiq soda solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Qatiqli massamizni ham kroshkaga solib, birozgina tuz solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Keyin esa yana 2-3 stakan unni elab solamiz va yumshoqqina xamir qoramiz. Nachinkasi uchun olmalarni tozalab, kesib chiqamiz va suv chiqib ketmasligi uchun kraxmal, xohishimizga qarab shakar solamiz. Men limon sidrasidan ham foydalandim. Shunda ancha mazaliroq bo'ladi. Xamirimizni yarmini listga yoyib olamiz va ustidan nachinkamizni solib chiqamiz. Keyin esa qolgan yarim xamirimizni yoyib olamiz va pirogimizni ustiga qo'yamiz. 45-50 daqiqa davomida 180 gradusda pishirib olamiz. Yoqimli ishtaha.